Fursatdan foydalanib Shafqat Show teatr studiyasi kasbiy va havaskor artistlarni kelishim asosida ishga qabul qilganligini eslatib o'tmoqchimiz. Hada mana hozirla ajoyib talantli bir bola ishga kiraman deb mushiyak kapdi. Ayada Rustam akamni kutib turdi. Ularni mushiyak taklif qilsak qanday? Bo'ladi, miniatyura artist kerakmi? Qabul qilinglar. Alo Shavkat aka, ahvol yaxshimi? Ha, men bu. Ssenarini oldim. Aha. O militsiyaning rolini Baxtjonga, tak Gulzar Mamay, Olimjon Buvay, Rekitda ez qo'ygan namsa ham, Rekitni Saidga berma. Men ofisda. Ma'qul, ha? Tak, bir miniatyura почти tayyor. Assalomu alaykum, ahvol yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi ekan? Ahvol yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Qanday? Va alaykum assalom. Men qarab buni taqsak, chapdi. Pistak. Aka, teatr. bizda pistak, paqshak degan yo'q, bizda Shafqat Show teatr. Show, ekan, show. Shu showning men boshlig'iga chaqirib ekan. Qaysi boshliq nima kerak? Любой chaqir. Buni meni o'sha xalq talantlari ish qonimizda ekan bu. Shu men ob'yavlen o'qib qaytgan keldim. Xalq talantidan. Aka, dadingiz o'zi aytavering, men tingshayapman sizni. Kama? Men sana menga dadimni aytgan kamidim. Men menga ishlay, pul topay deb keldim. Men tushunyapman sizni. Men mush teatrning rejissyori bo'lmay, aytavering dadingiz o'zi. Kim? Bu sen rejissyormi? Ha, rejissyor. Sen. To'q. Bu rejissyor deganingdan kichkina qo'zaqlar chiqqan, mana bir kostyum brikoda, mana bir galostok bilan asqan bo'ldi ha? Sen turg'ini mumkin ekan-a? Shuni ham ishda o'qibsan. Aka, buni kichkidan o'pchir qarab paran qiling, men sizga rejissyor deyapman. Kama? Mening bu seni bilan charchaq qilgan vaqtim yo'q. Boshliqni chaqirib, boshliqni. O'zim so'rashman. O'zim rejissyormiz bu. Sen o Ervalaq rejissyoru. Foto. Jiraf. Ey, xalq talanti. Ya mana uchun sizga kolxozning xamin emas. Men ishni olib ketib chiqdi. Kam bol deyman. Ya, sizni bu xotin kishi o'sha do'dingiz aka. Buni sizlarga aktyor kerakmi? Qaraysiz aka. Qo'lingizda nima keldi sizdan? Degan keldi. Любой degan nima u? Любой degan любой. Например, kelmaydi. Qo'lingizda nima keldi, nima bilasiz deb so'rayapman sizdan. Mana so'ramamiz aka. Qo'limdan masalan langman aytalayman, o'tlar dalayman, qalimi saqmafga qara. Любой narsa qilaverman. Aka, men sizni bu teatrga kelin qilib olay deyotgan yerim yo'q. Men seni bilan uy tutay deyotgan yerim yo'q, bo'ta. Ana yaxshi menga shu yo'g'anmi shu kelishgan. Sevzara qizlar yo'qdi. Sen deb qo'yapman. Zubachis qilib pishim qo'shadim sen. Xalq keldi. Xalq talanti. Qanaqa deb bu, ha? Bir hunaring bormi, hunaringiz bir ko'rsatib qo'yman, bir ko'rib boqay, ha? Hunar degan menda afkan, menda. Nim xibray. Nashib bilan o'ynab beraymi? Usul o'ynab ber. Usulmi? Usul. Qaramsa. Tak. Usul. Moyoq chiqib. Voy, qayerga chiqaman sen? Tuyrik bo'lgan mosh neroni? O'ynab bermas. Ertaga oqshomda. Bu Mana nima ishga o'xshayishim kerak endi?
Точно не то мын болды, точно не то. Может кішкене сені апаң жігіт қойған ғой деме? Мен деме бұл шабанды суай деме ма? Мен челендікте қалдым. Sadıkan Ketay. Ya bu özünüz nakşet, özünüz oynayamamsınız sen. Ben nakşedamayım. Ben nakşedamayım. Nakşedamısınız, kandak artist olmayın deysiz siz ha? Kime? Bu hazır kaysı artist, kaysı sazan öz nakşet dedik ha? Hemmesi aşı pornografiya nakşet oldu. Nenin pornografiyası, nenin fonogramı değil mi? Kakara ayetişik soğuşu bari bir ol. Ova. Maşında gazlarını biz terbiyelep serde gelip çıkımız ha? İyi söylemişsiniz. Makara. Bana gelişelim, makara. Baş uçu yok, ketken bir cangal. Ne et görüp oturuyorsa bu adam konuşuyor. Ama mesela de otmam vardı. Ben demem sen mesela. Çeyrek mi kalmaz diyeceksin. Baş uçu yok, ketken bir cangal. Hoş. Etraf sazlık. Eşede bir kiri, hastayak tutkan bir mamay tenep kaldı değil. Şu mamayını kandak kutuldurup kandak ip çıksa, işte bir köz veremem. Cangal demse? Sazlık he? Mamay. Hastayak tutkan mamay. Kancası keş mamay? Kanka arasında çattınız mı onu iş bilirsin? Kanda çattın mı? Kanda çattın mı? Kanda çattın mı olmaydı ki? Sen yeşiliydi mi olsun ben kutlamayayım mı ben? Yeşiliydi de var. 70-80 yaş. Ben de konkret demem sen 70 mi ya 80 mi? 80 zaten. Zaten maç yüksek kömdü, maç yüksek. Anda olsa 80 yaşlık mamay. Cangalda sazlık, tuda suda hasta ayak he? Anda olsa o ne? Onu aşı ettay balları vertolyotga bensipla, aşı otabı taşlatken nasıl? Sen o vertolyotu hiç kim taşlamagan, öz tenap kalgan mamayda otma onu. Kanda tenap kaldı ufkam, kanda tenap kaldı. Özü oynap bakına, 70-80'ge kirgen mamay. 80'deki mamayda cangal boğama. Kısı otasman duydu. Yani mesele de otma ko, mesele de otma ko, he? Ya ufkam, misal keltsam küçükün, normal misal keltmem sen. Mesela, 18 yaşlık bana kız de. Onu. Neyin kızı ha? Ben mamay dedim, 80 yaşlık mamay. Kandak duruş, kuzu. Terik, numaş terik sen, terik. Numaş terik sen. Terik mi? Ufka, 70-80 yaşlık mamay, cangalda he? İşte de otursan. Sana açta. Ben terikmey diyemem sen. Terikmey de. Özden bir göz bakın ufka, özden bir göz bakın. Ya bakara. 80 kirgen mamay. Baş uçu yok cangalda. Etraf sazlık. Hoş. Makara. Ben de şu kutusu gerek onu. Ben de şu kutusu gerek onu ya. Anladın mı size? Ben izliyoruz kodamışsın da. Ufka, açın gitme o. Terikme ufka. Normal de. Ya böyle normalde misal keltir ufka. Baldı. Cangalda işte yok baldı. Makara. Komsomolskiy ko'chada tramvay kelyapti deyli, Şu 80 yaşlık mamay yo'ldan o'tamayapti deyli. Ya, bayqamayman. Qanday yo'l ketyapti da? Ana boshqa mamay, совсем boshqa. Ha, mana tushundim o'zim boshqa. Qanaqa qilibsiz? Tramvay kelyapti, mamay yo'ldan o'tamayapti. Qanday yerdan bilsa qanday qutulsa ko'zpaman dashdi. Onu qanday o'tadi? Peshixodni beri o'tmamdi endi. Tozi bir gazmam ekan u. Peshixodni perixod yo'q u yerda. Nechka? Qo'ymabdi. Men tekshiribman. Nima videoatma? Hey! Peshixod perixod bo'lsa men videoatmasga. Terikma oldim bak. Qanaqa qilibsiz? Bol, dasayitlik bo'ldi-ku. Va qo'ymadan da ufka aşı mamiye ulan. Dop tegizni o'zardi. Kaç!
Ola, mamiyingni. Nim qilganingiz? Shu Komsomolszniki tramvayning relisini Seyful taraf kirishyapti. Tramvay chetish. Mamiying normal. Relisi qanday yutkansa, qanday yutkansiz? O'ng'aylab uka, o'ng'aylab yurdim, o'may qarasiz. O'ng'aylab uka. Bo'ldi, tramvay. Hech nima yo'q. Maqara, masalan, bir 80 yoshli mamay. Shu mamay. Uka. Bu sen mamay aytgansan. Boshqa bir 18 yosh qiz bo'lsa bir normal ayollar yo'qmi? Mamay deydi. Buni mushsan kichik vaqtida opangni o'rniga mamang deb cho'milding deyman. Mamayni nima kelib qilgan? Maymun. Kim? Maymun. Mamang maymunmi? Sen maymun. Oh, Ne diyeyim onu? Mening cho'njida bir qo'shnim bo'ldigan. Kep keta. Uda-suda. Bu mu ashno'shash og'riq duchor bo'lishdi bicha. U biroq juma kuni og'ritdi. Endi с приветом kuniga 10 ketib solmishdi. Bu biroq понедельникdan boshlab o'tdi, ha? Jumaga nima bo'lib ketadi endi? Biroq men bularning tilini bilaman. Kame? Besh chiqdi? Temperatura yo'qdi? Uydagilar salom aytma qilma. Assalomu alaykum. Uydagilar salom aytma qilma. Davay. Hey! Ben sizga maymun zo'rab bering deyapman. Odam o'zini chiqadi qilkamada deyman sen maymundan. Men texsini. Maymun dedimmi? Maymun. Maymun zo'rab beraman. Maymun. Maymunun erkekini düşüyor. Какая разница? Точно не то. Bunu точно не то. В каме, может, кем geçen erkek bilen dişinin arasındaki raznici bilmem sen. Allah. Erkek maymun bu, erkek maymun. Yok, bunun aklım yok. Bana demem. Şişim gerek bu ya. Bana demem sen. Hazır. Nim qilganingiz, ha? Maymun doğradı mı bu? Ha, bu nima, nim qilganingiz u? O Uyghur maymun bu. Endi o maymun degan uyini semyaning bir-birini pishlayap, ben sening kichkina ardi andoqni o'qib kerak, o kichkina. Ya boshqa narsa yeysangiz bo'lmadimi? Qanaqa qilibdi? Qanaqa qildi? Ya bir kambik pechem bersan, banan bersan, nima qildaysan meni? Shu osh qo'saqni u yoq bu yoqqa so'qolab yurdigan, ro'st tut qolmayman deb sen. Bo'lmaydi uka, bo'lmaydi. Uka, Bo'ldi, siz uyga berib, ha, bugun ariz yezib aytib kelaman, qilma. kimga aytasiz, momongami? Men Shavkatga bo'lar, men razis yo'q. Ariz yezib keling, bo'lsa siz shiqirdingiz. Ya, ben şıkırdım. Aka qoldi. Haqiqiy rejissor kanaka. Tika, молодец. Aka qoldi. Isul, tika, молодец. Bo'ldi. Aytma shikirmam aka. Maqara qasa. Efkame? Zarbat mağyorlandı. Bugun tatib katta уже. Vay, yaxshi. Efkame? At, bunu o'rin meniki-da. Sizniki. Pakus tuda-suda süpürüp bundan pakus mu ha? Ma'qul. Haytovka. Молодец aka, qoldi. Haqiqiy rejissor. Молодец. Ata, buni men topqanda ko'ray. Sekretar qiz talabat da u.